O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bosishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 4, 5 hamda 6-iyun kungi ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 5-6-iyunda ba'zi joylarda 15-20 metr/sekund tezlikgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 4-5-iyunda kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja. 6-iyunda kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.